Baribir men tavsiya qilgan, sizlar belgilagan narxga obzor qilyapmiz. Qaranglar, уже o'rganib qoldim bu narsaga. Birinchisini o'zimiz sotib berdik. Baxtiyor akam uylariga kelganmiz sotuvga. Xo'p, mana shu ikkitasi qoldi hozir. Endi sizlarga ichkarilarini tushuntiraman. Nazarbek Tarnov bozorcha, havas savdolarga mana shu yo'l bilan chiqib ketsanglar bo'ladi. Yaqin masofada joylashgan. Uchastkamiz ikki sotuvga tushgan. Xo'p, 100% podключ holatda ichkarilari, hol, oshxonadan tashqari 5 ta katta xona bor. Xonalarning razmerlari ham 6 ga 5, 4 ga 6, katta qilib qilingan ekan. Imенно yashash uchun qurilgan uchastka. Paltar uslubida qurilgan, 2 urindan iborat bo'ladi. Xo'p, ish etdim, 5 ta xonasi, 2 ta sanuzeli bor, bitta hojatxona hovlida bor. Kelib ko'rsanglar, hozir mana Toshkentning havosi musor bo'lib ketdi-yu, lekin bu yerda toza havo hali ham qolganda yashash uchun zo'r variant deb o'ylayman. Nazarbekni mana shu Mevazor hududidan oxirgi 1 oy ichida 5 ta uchastka sotdim, lekin o'shalarning ichida narxiga eng mos bo'lgan mashinasi bo'lyapti. O'zingiz tanlagan narxga obzor qilyapmiz. Bu narxni men egalariga tavsiya qilganman, lekin tan olish kerak, narxi juda ham stoyt bo'lgan uchastka. Ekranga egalarining raqamlarini qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi.